vitaminlar, minerallar va antioksidantlarning sog'lom va mazali manbaidir. Ular immunitet tizimini mustahkamlashga, ovqat hazm qilishni yaxshilashga, yurak xastaliklarini xavfini kamaytirishga va hatto vaznni nazorat qilishga yordam beradi. Eng mashhur o'rmon mevalar orasida qulupnay, buta mevasi, malina, klukva. Bu mevalar odatda turli xil vitaminlarni o'z ichiga oladi, jumladan C vitamini, B vitaminlari, shu jumladan B6 vitamini va B9 vitamini, K vitamini, E vitamini va beta-karotin organizmda A vitaminini ishlab chiqaradi. Bundan tashqari, o'rmon mevalari turli xil fitokimyoviy va antioksidantlarga boy bo'lib, ular ham salomatlik uchun muhimdir. Mevalarni iste'mol qilish oralig'i sizni shaxsiy ovqatlanish odatlaringiz va tanangizning ehtiyojlariga bog'liq. Biroq ratsioningizga o'rmon mevalarini iloji boricha tez va har kuni kiritish tavsiya etiladi. Tavsiya etilgan miqdor esa kuniga taxminan 1 va 2 porsiya.